Всем привет! Меня зовут Мустафа, я из Узбекистана, хочу приехать сюда. Оно не удивительно, потому что, ты понимаешь, это похоже не знаться, одно положение. Ну вообще похоже, что-то сделано нормально стало. И завтра, 25 марта, я телевизионный табрлема. Это мантулян, это обычно март, мантулян, да, еще мне понравится. И это да, работа, это Россия, работа, пожалуйста, Россия. Нашумка. А потому что Россия нормально, хорошо-то. И все школа, завод на телефон Россия. Я то-то телефон. И какой работа нет уважения? Я Россия работа. А мне понимается. Я понимается? Понятно. Я один. Понятно? Работа Россия. Я понимаю. Ну что дорожно, Узбекистан минолюдия вообще. И скоро стрелят и завод. Я мешаюсь телефон дота мешается. И полиция мощнее. Понятно, а взима можно? Почему я не понимаю, что-то оттуда приехало? И Россия понимает, короче, и ними сделался. Пойдем. Понятно? Один без покушать делался. Нет. Не Узбекистан, Мирадали, то Узбекистан, Миторожнее. Узбекистан. Asabım tepti borunan nitim çidame yaptı. Ana mereka Uzbekistan'ı yasan nada abi yasan ne yapan. Nokta da oha da yuran ne yapan. Na küçereme gazı. Nasıl olup gelmeme. Na pulumba mı yaptı. Rusya'da işler bürgenim yaxşı. Özümde konumu dokazıp özümü nasıl miye. Nasıl kalıp yürgenim yeter. İşler bürgenim yeter Rusya'da nasıl kalıp. Ustozim chaqiradi, mani asabim, miyalarim ko'tarilmay qoladi. O'zbekistondan ko'ra Rossiyada kelsa, agar kelishmasa, strafim menga nima bo'lsa. Nima? Menga nima? Ko'kizjon joyim yo'qmi? Bundan qilib qarab turishimni o'qimayman shimni. Militsiyaga beradimi? Sudga beradimi? Jinoyatga beradimi? Menga pokoy deganim. O'shanda ham ko'kizjon joyim yo'q. Men o'zi 7 sinf motorda bo'laman. 14 kirib bo'jaman. Miyalarim qotivordi bordi. O'zbekiston. Mana O'zbekistonga keldim. Nimasi bor O'zbekistonga hozir? Hech narsa yo'q, sharoit yo'q, na boshqa yo'q. Uyda svet bor, xudoda svet bor, hamma narsa bor-ku. Pul yo'q oldimda. Nesi qat pul yo'q. Tunyapsanmi? Hech qat pul yo'q. Pulim ham yo'q, oziq-ovqat yeydigan pul yo'q. Uyda hech narsa yeyishni bilmay qoldim bog'i. Ochiq qolib o'tiraman. Nasıl olib kelsam, bu Ansorga borib xarajatlar Rossiyadan tersam, bu o'zi chemoqchi emas edim O'zbekistonni.
O'zbekistonga kelin, nima bor mani oldimdan aytinglar, nima bor? Men buni O'zbekistonga qarab yurgan toqatim yo'q mani. Ko'zimdan ko'rinmaydi. Men ustozimga aytdim, yana Rossiyaga qaytib ketaman dedim. Men boshqa qaytib kelmayman dedim O'zbekistonga. Nimadan keldi dedim. 3 yil yasam niyatim yetib bor. Ayam Rossiyada ishlaydilar, hamma narsalari bor. Lekin O'zbekistonda boshim ko'tara olmaydi. Men o'zim yerda yashaolmayman. Hech qanaqa yashaolmayman. Menga qarab turish, o'z ubusiga qarab turish, men yashaolmayman O'zbekistonda. Tushunayapsizlarmi? Sizlar Rossiyada ishlasalar yaxshi. Jasvet o'smaydi. Qani pullaring bor, masalan qilib yashaysizlar. O'zlaring pullaringga. Hozir men O'zbekistonda desam, ish ham bo'lmayapti, ish yo'q, qayerda ishlashni bilmayman, o'zbekchada ishlamayman, bilmayman. Mana O'zbekistonda miyam ishlamaydi. Men aytdim, jonimga tegib ketdi, men miyalarim boshimga qotirib o'ltirib istasam. Manam ishladim keladi. Oldinda ovqatim yedim keladi. Ishlab uy olay deyapman. Ichimda orzu qilyapman. O'ynab yurganim bilan O'zbekistonni mazza qilib berayotganimdan ko'ra yaxshiman. Salom. Salom. Tushunayapsizlarmi? Mazza qilib yashalmaydi hech yoqqa. Hech narsa qilishni bilmasizlar. O'zbekistonda kelsalar miyalarim jangib ketadi. Bu yoqqa borsa bu yoqqa, u yoqqa borsa u yoqqa. Mayli O'zbekiston ham yaxshi, lekin ish topolmasda, ish topolmasiz, miyalaringiz qotib qoladi. Hammalarni qotib qolyapsizlar. Miyalarni qattiq ishlashni bilmaysizlar. Muchachada qarasizlar, uchachada qarasizlar, вообще yo'q ish. Ular ishlab ishxonasini sotib qo'ygan. O'zicha ishxona. Lekin bolalar ishlay olmaydi, o'zicha deb ishlay olmaydi. Pulam kam, pulam yetmaydi. Rossiyada 15 kunga qancha oylik berishini bilasizlarmi? $1000 beradi. $1000. Hozir O'zbekistonda baloyini bermaydi. 200,000, 300,000, 500,000, $50 beradi. Nima foyda? O'zbekistonda nesa foyda demayapti menga. Umuman foyda demayapti. Boshimga qotirib yuborishdi ustozlar ham. Jam foyda qilmayapti. Tasavvur qiling, mezza foyda qilmayapti. Hech narsa tasavvur qilmayapti. Kallam ham u yoqqa ishlamayapti. Kallam ham bu yoqqa ishlamayapti. Hech qayerda tasavvur qilinmayapti. Tasavvurda qilib ko'ring, mezzasini boshim og'rib ketdi mana. O'zbekistonda maslahat berolmayapman. Iltimos aytyapsizlar, bilib turinglar, tasavvur qilib ko'ringlar, bilasizlar. Уважение вообще Узбекистан. Men ko'tarolmayapti. Ishoninglar, men ada yursam pulim yo'q, bag'da yursam pulim yo'q. Ishlash O'zbekistonda mazza emas, hech qayerda mazza qilmayapman. Rossiyadan sog'inib ketdimmi? O'sha yerda yurganim yaxshi ekanmi? Niyam yaxshi o'tiraman. Rossiya yaxshi. Nima deydi? Tinch yashaydi. Miyasi damalab, urush janjal yo'q. Ishonaveradi, buyoqqa qarasam u bu yoqqa qarasam u bu. O'zbekistonda dabdarasi chiqadi. Nimaga unaqa ekan? Hamma odamlar urushib ketadi bir-biri bilan avariya bo'ladi. Men O'zbekiston ham yaxshi ko'raman, lekin pul qayerdan topishni bilmayman. Men O'zbekistonni tushunmayman bunday qarashimni. Ishlasa ham qayerdan ham miyam ishlaydi, xudo berib bor, lekin ish topolmayman.
Miyalarim ko'tarmaydi O'zbekistonda ishlab olaymi? Ishlaganmi o'sha o'zina pulda yetmaydi o'zina pul. Necha miyasini yetmaydi. Ishonaveraman. U yoqqa qarasam bu yoqqa qarasam ish topolmayman. Nechta yerda ish topolmayman. Farg'onada topolmayman, na boshqa yoqda topolmayman. Sen o'zbekcha gapir, ruscha gapirma deydi. Bunaqa qarab turib, qog'on solib turadi. Sen kimsan deyman. Nani dedim, millatim o'zbek bo'lsa ham dedim, rus tilida gapirish oson dedim. O'zbekcha gapiraverib, og'zim og'rib ketdi mani dedim. Bir kundan dedim. O'zbekcha gapirsam tilim og'rib ketadi mani. Boshim og'rib ketadi o'zbekcha gapiraversam. Вообще. Nega o'zbeklar shunaqamikin-a? Na bunga ishonmam, na boshqa yoqqa ishonmam. Ishlagan bo'larmikan O'zbekistonda? Tamtarga yozib qoldiringlar. Naqaddanmi unaqa ishlayman. Nechta qanaqa sharoit, ahvolini qaranglar buni. Nisi yo'q, qaramadimi? Na agarut ahvol, na aspallar qiyshiq ahvol, na aspallar ham to'g'rilagani yo'q, domlar ham ahvol, podyezdlar xunuk. Uyini remonti bor, lekin sharoit qanaqa? Svet o'chadi, gaz o'chadi, suv o'chadi, qani suv o'chadi. Demak, oddiy hayronman. Mana O'zbekistonning butun dunyo Toshkentda boradigan elektr qilib beribdi. Marg'ilonda-chi? Marg'ilonda. Farg'onada qilyapti, Marg'ilonni qilmayapti nesasa. Buni ahvolini qaranglar. Asfaltlar. Ko'ringlar buni ahvolini qaranglar. Bunisini qaranglar. Nima bu ahvol? Bu qaranglar ahvolini. Nechta foyda qilmayapti. Ahvolini qaranglar. Hammasini. Bu dabdarasi ham chiqib ketadi. Hozir tustaman, tashlabdi. Ahvol. Nima foyda qilib beryapti hozir? Mana ahvolini qaranglar, eshitdingmi? Mana ahvolini qaranglar. Nima ahvolini qaranglar. Nima? Men boshqa chidamman. Tamtarga yozib qoldirdim.